Assalomu alaykum. Men Samar. Kelinglar, birga sayohatga chiqamiz. O'zbekistonning mo'jizalarini kashf etamiz. Shunday insonlar borki, ularning nomi asrlar o'tsa ham hurmat bilan tilga olinadi. Ular nafaqat bir xalqning, balki butun insoniyat ma'naviy merosining ajralmas qismiga aylanadi. Ana shunday buyuk siymolardan biri Imom Buxoriy. Assalomu alaykum do'stlar. Men Samar. Bugun musulmon olamida yuksak ehtirom bilan tilga olinadigan, ilm tarixida chuqur iz qoldirgan ulug' alloma haqida hikoya qilaman. Imom Buxoriy 810-yilda ilm va madaniyat markazi bo'lgan Buxoro shahrida tug'ilganlar. Yoshliklarидanoq ilmga chuqur qiziqib, 10 yoshlarida hadis ilmini o'rganishni boshlaganlar. Imom Buxoriy shunchaki hadislarni yig'gan olim emas, balki haqiqatni izlagan, ilmning ishonchliligini eng muhim mezon deb bilgan buyuk muhaddis edilar. Shu sababli ilm izlab o'sha davrning yirik ilm markazlari Makka, Madina, Bag'dod kabi shaharlarga safar qilib, yuzlab ulamolar bilan ilmiy muloqotlar olib boradilar. Tarixiy manbalarga ko'ra, 600 mingga yaqin hadisni o'rganib, ularning eng ishonchli qismini tanlab oladilar. Natijada hadis ilmining eng mashhur asarlaridan biri Sahih al-Buxoriy kitobi yaratiladi. Bu kitob bugungi kungacha musulmon olamida Qur'ondan keyingi eng ishonchli manbalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Buyuk alloma umrining oxirida Samarqand yaqinidagi Xartang qishlog'i hududida vafot etadilar. Bugungi kunda esa bu yerda ulug' ziyorat maskani Imom Buxoriy majmuasi qad rostlagan. Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish va dunyoga tanitishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Samarqandda faoliyat yuritayotgan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ana shu ulkan ilmiy merosni tadqiq etishga xizmat qilmoqda. Imom Buxoriy merosi bizga muhim haqiqatni eslatadi. Ilmga halollik va fidoyilik bilan intilgan insonning nomi asrlar davomida yashaydi. Men Samar. Keyingi sarguzashtlarda yana bir buyuk tarix sahifasini birgalikda kashf qilamiz.